Koreyada ham xuddi bizni Namangandagidek gul bayrami bo'lar ekan. Boshqa shaharda bo'lsa ham borishga qaror qilgandik. Yo'lga chiqishdan oldin Erjonni jinoyat ustida ushlab oldim. Albatta hazil o'rtoqlar, shunchaki kollagenlarim qaytga bunaqa tez yo'qolib qolayotganini bilmayotgandim. Erjon yeb qo'yayotgan ekanlar, ko'rib qoldim. Bolajonimga arendaga o'yinchoqlar olgandek esinglarda bo'lsa, ularni ham almashtirib oldik. Ipatom boshqa shaharga qarab yo'lga chiqdik. O'zi 2 kundan beri miyamda bitta fikr bor edi. YouTube vlog, ya'ni YouTube formati uzunroq videolar, bir kunlik vloglar yuritmoqchi edim. To'g'risi ikkilanayotgandim, chunki hech qilib ko'rgan ishim emas. O'zi shunaqa 1 minut, 2 minutlik videolarni montaji ham oson bo'lmaydi. Eng ikkilangan narsam ham shu edi. Uzun videolarni montajini qanaqa qilib qilaman deb qo'rqayotgandim. Erjon bilan bu ideyani bo'lishsam, Erjon faqatgina qo'llab-quvvatladilar. Erjonni menga bergan motivatsiya va podдержкалari bilan u videoni ham boshlab yubordim. Shunaqa qilib gaplashib gul bayramiga ham yetib keldik. O'zbekistonda, ya'ni Namangan shahrida bo'ladigan gul bayramini ko'rgan bo'lsanglar, agar juda ham katta qilib o'tkaziladi. 12 ta viloyatdan ko'plab mehmonlar keladi. Atmosfera bo'lsa haqiqiy bayramona bo'ladi. Koreyada ham gul bayrami bo'lishini eshitib, xuddi shunaqa tasavvur qilgandim. Afsuski tasavvurimdagidaqa chiqmadi. Bu yer ham o'ziga yarasha go'zalligi bor. Juda gul bayramiga o'xshata olmadim, sababi обычный dekoratsiyalar, dam olish zonalari ko'proq, har xil ovqat sotadigan joylar ko'proq. Xullas, Namanganimizdagi, ya'ni men namanganlik bo'lganim uchun Namanganimizdagi ona shahrimdagi gul bayram baribir boshqacha. Erjonga mana shu konsert yoqqan bo'lsa, menga faqatgina dam olish zonasi yoqdi. Konsertni ovozini tabiiy variantda eshitsanglar agar, bilmadim-ku, hammani vkus har xil, o'zinglar baho berasizlar. Bu bo'lsa menga yoqqan dam olish zonasi. Salqingina, daraxtlarning tagida, dengizni bo'yida. Juda bo'yida bo'lmasa ham dengizni tomosha qilib o'tirsa bo'lar ekan. Bugundan boshlab YouTube vlogim uchun ham ko'plab video oldim. Necha minutlik chiqadi anig'ini bilmayman. Qo'limdan kelgancha qiziqarli qilib chiqarishga harakat qilaman, sababi u video bunaqa azvuchkali emas, tabiiy holatda bo'ladi. Video olish jarayonlarini ham o'zinglar ko'rib turibsizlar. Bugungi kunning meni eng xursand qilgan manzarasi. O'zbekistonga ketishimizdan oldin dengizni ko'rganim bo'yicha hali ko'ra olmagandim. Dengizni bo'yida ozgincha bo'lsa ham mazza qilib aylandik. Aslida bilasizlarmi, dengizni yonida menga tomosha qilish juda ham yoqadi. Shu suvdan fobiyam bor. Dengizni ichiga kira olmayman, misol uchun cho'mila olmayman. Shu fobiyamni yengishim kerak, ya'ni qo'rquvimni yo'qotishim kerak. Buni qanaqa qilib qilaman bilmayman. Dengizdan chiqib yana bir joyga bormoqchi edik. O'zi aslida ketyapti degan. Bolajonim yo'lda uxlab qolgani uchun men to'g'ridan-to'g'ri uyiga ketaylik deb Erjonga iltimos qildim. Iltimos qilmay o'lay. Chunki imенно o'sha yo'lda naqd dengizni tagidan o'tgan tunnel bor ekan. Qaranglar, tunnelga kirib ketayotganda baloni ham bilmasdan atrofni videoga olib kirib ketyapman. O'zi aslida Erjon ham bilmagan ekanlar. Lokatsiyaga ko'zimiz tushib qoldi. Atrof ko'm-ko'p. Odatda unaqa bo'lmaydi-da. O'zi ham hamma bilgan suratni qaytarib keldim. Uyga ham yetib keldik. Kamerani so'raganlar uchun uyga kamera qo'yildi. Kunimizning oxirini bo'lsa sartaroshda tugatdik. Bolajonimni sochini oldirib olmasak, shu bilan erimni keyingi dam olish kunlariga qolib ketadi. O'zi hamma ishimizni Erjonni dam olish kunlariga yig'ib qo'yamiz. Bizni kunimiz tugadi. Siz bo'lsa like va podpiska bosib qo'yishni unutmang.